Hammaga assalomu alaykum. Ko'pchilik so'raganida o'sha 30 yil garantiya beriladigan tafxoz shlangini obzor qilasizmi deb. Bugungi rolikimizda polni obzor qilib o'taman va ishlashini sizlarga ko'rsataman. Qani ketdi. Bu xozloq shlangimiz tafxoz 25 metrligi bor va uni 35 metrli varianti ham bor do'stlar. Aytganimdek, bu sverxprochniy oddiy shlanglardan 50% gacha yengil bo'ladi va 50% gacha sifatliroq bo'ladi, moshinroq bo'ladi. Hozir sizlar bilan obzor qilamiz buni. Qani ketdi. Mana ko'rganinglardek, bu cho'ziladigan shlang emas, bu umuman mana shlangga o'xshamaydi, bu chuda shlang emas. Bu oddiy mana bunaqa shlanglarda qilib bo'ladi, faqat ancha prochniy va yengil bo'ladi. Buni ko'rganinglardek, ichida hamma nasatkalari bor. Suv sepadigan pistolet. Hozir buni vodoprovodga ulab ishlatamiz. O'rtoqlar, bo'ldi, shlangimiz suv sepishga tayyor. Главное, подключение qilamiz. Bo'ldi. Mana endi sinab ko'ramiz. Qanaqa suv separ ekan. Mashalloh. Bunaqa suvda bunaqa dushdagiga kirib olsa ham bo'laveradi. Alhamdulillah. O'rtoqlar, do'konimiz Jomiy bozorida joylashgan, Usta Sharon 136. Mana bu do'konga kirib bemalol xarid qilib ketishingiz mumkin. Hammalarni do'konda kutib qolaman. Hammaga assalomu alaykum.